Atrofingizdagilarga ishonishingiz mumkin, lekin juda ko'p emas. Chunki nega deganingizda, o'zingizni tishingiz ham tilingizni tishlab olishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Solaris'da 4 xonali birinchi etajda joylashgan 95 kvadratli xonadonimizni obzoriga kelganmiz. Hozir biz ko'rib turgan joyimiz zal qismimiz, do'stlar. Yumshoq mebellarimiz bor. Kartinkalarimiz, bu yoqda esa TCL degan televizorlarimiz, komodlari va konditsionerlarimiz, pardalarimiz, xullas yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan, buni egasi albatta siz bo'lishingiz mumkin. Bu yoqda esa bitta yotoqxona qilingan, misol uchun farzandlarimizga ham bersak bo'ladi. Bu yoqda mana o'zining shkoflari bor va uyimizda juda ham katta bo'lgan mana bunaqa chiroyli kartinkalarimiz bor, hurmatli obunachilar. Xo'p, endi kelinglar, sizlarni kirish qismimizdan tanishtirib o'taman. Podyezddan kirdik, kirganimizda o'ng tarafga o'sha zal qismimizga ketamiz. Hozir bu yoqlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana kafelarimiz hamma joyi to'pli pol bo'lgan, issiqqina bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Endi bu yoqda esa bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonamizda ikkita chiroyligina divanchamizni o'rnatib qo'yganmiz. O'zining shkoflari bor, mana televizorlari ham bor va biramizni qarang. Gapirgani til ojiz. Va bu yoqda yana kartinkasi, bu yoqda mana dars qilib o'tiradigan, bu yoqda kitob javonlari ham bor, hurmatli obunachilar. Endi yuringlar. Sizlarga kattalar spalniyasini ko'rsataman. Kattalar spalniyamizga shundoq kirib, charchab kelganingizda bemalol damda oladigan yarki svetlarda qilib sizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Bu yoqda o'zining shkoflari, kartinkalarimiz va spalniyamiz ikkala tarafida ham biralarimiz bor, konditsionerlarimiz. Bu yoqda esa mana bemalol kechqurunlari, bilaman, futbollarni ko'p ko'radiganlar ko'p. Aynan men ham shunaqa, shuning uchun sizlarga shu televizorda o'rnatib qo'yganmiz. Va kartinkamizni qarang. Bu juda ham kreativniy deydi-yu, shunaqa kartinka. Buni tushungan tushunadi, tushunmagan yana tushunib olishi mumkin. Xo'p, bu yoqda esa umumiy sanuzel qismimiz joylashgan. Mana vannamiz va bu yoqda hojatxonalarimiz bor. Bu xonani nima deb o'ylaysizlar? Nimani ko'rsatmadim? Oshxonani ko'rsatmadim. Kelinglar oshxonaga. Oshxonamizga 6 talik stol stullarni posudalari bilan olib kelib qo'yilgan. Shundoq kelib bemalol maza qilib bu yoqdan choyni ichib ishingizga borib kelsangiz bo'ladi. Texnikalarimiz Hoffman texnikalari va bu yoqda xolodilnigimiz ham joylashgan. Mana kuxinni mebellarimizni ham qarang, juda ham chiroyli qilingan. Bu yoqda strelkamiz bor va mo'ykamiz bor. Bu yoqda esa mana gaz plitalarimiz. Xullas uyimiz ideal darajada 4 xona, 95 kvadrat. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uyimizning narxi 145 ming. Kelsanglar, xudo xolsa shu yerda chiroyli narx beramiz. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Muhibullo Rahimov bo'ldi.